ushbu videoni ko'rayotgan insonni zurriyotidan Baytullohning imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin do'stim. Namuncha shoshasi jannatga shoshayotgan insonga o'xshaysiz. Sizlar bilan mana shu yerda o'zida bir narsani ko'rsataman. Qaranglar do'stlar, hozir bu narsamiz Ka'ba pochtilar. Bu Ka'bani matosi bor. Ana shu Ka'baga o'ralgan matoni qirqib turib, mana shunaqa holatga olib kelgan. Aka, assalomu alaykum. Hozir mana ziyoratchimiz bitta hidini hidlab turib, aka, o'zingiz baho bering, aka. Ka'bani hidi bu. Ka'bani hidimi? Haqiqiy Ka'bani hidi. Endi buni qaranglar do'stlar. Bu Madina-i Munavvarada Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning qabrlarini, muborak qabrlarini ustiga yopilgan. Bu bitta hidini hiddan aka, buni Ravzani hidi keladi aka bundan. Albatta. Agarda sizlarga ham shunaqa eksklyuziv sovg'alar kerak bo'lsa, dunyo matohlari topiladi do'stim. Mana qarang, mana narsalar ko'ryapsizmi? Bular Rossiyada bor, mana narsalar hammasi Rossiyada bor. Ve buni-chi dunyoda hech qayerdan topa olmaysiz. Alloh xayringizni bergur. Agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilayotgan nomerlarga murojaat qiling. Agar Rossiyadan turib umraga kelmoqchi bo'lsangiz, +7 kodi bilan 965 026 96 06 ga nomerlariga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Albatta, kelinglar. Mana bunday muborak hadiyalardan olib ketishlaringiz mumkin. Ahlan va sahlan.